Zo'r olgan 70 tonna 75 tonna beryapti. Shamolda yotmaydi. Mana dumbullari ham qurib ketgani yo'q. Bemalol chorvaga bersa bo'ladigan balandligi 3 metr 30 santimetr bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, dehqonlar. 2025-yil 7-oktyabr Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida Otaboyev hududi Abduqunduz ota fermer xo'jaligi rahbari Azamjon aka mana bug'doydan keyin takroriy ekin sifatida Silius yo'nalishida aka 4 xil kompaniyani urug'ini olib ekkan. Jumladan biz ham urug' berganmiz. Azamjon aka, Makka jo'xori bo'yicha fikringiz aka? Makka yaxshi zo'r urug' ekan bu ham. Hozir mana balandligini o'lchadik. Makka jo'xorini metrga qo'yib, balandligi 3 metr 30 santimetr bo'ldi. Taroziga ham bitta qo'yib ko'raman. Qolganlarga ham tavsiya qilsak bo'laveradimi aka? Ha, bo'laveradi. Zo'r ekan 70 tonna 75 tonna beryapti. Shamolda yotmaydi. Shamolda umuman Poya qurib ketgani yo'q. Mana dumbullari ham bemalol chorvaga bersa bo'ladigan sal ertaligi bor, lekin Siliusga urishyapti. Yana ham to'lsa don vazn qo'shaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Gektariga necha qopdan ekkansiz aka? 2 qop. Demak, gektariga 100 ming donadan ekkansiz. Qancha o'g'it berdingiz? 400 kg. Karbamid. Boshqa o'g'it bermadingiz? Yo'q, boshqa. Nechta suv ichdi? 3 ta suv. 3 ta. E'tiborlaringiz uchun rahmat.